Menga hech kim buyurmaydi. Xohladim, chekdim. Xohlasam, hoziroq tashlayman. Men ozod odamman. O'zing ko'r, keyin o'zing hukm qilasan. Yur, miyangni aylanib chiqamiz. Kichkina boshqaruv shahri. Hamma narsa shu yerdan boshqariladi. Yurak urishi, ko'rish, eshitish, hatto sigaretga o'rganib qolishing ham shu yerda bo'ladi. Butun shahar shu yerdami? Qiziq. Eng muhim qismini ko'rsatay. Miyang seni biror foydali ishga undash uchun bitta usuldan foydalanadi. Buni rag'batlantirish tizimi deymiz. Ya'ni seni mukofot bilan harakatga soladi. Buni oddiy qilib tushuntiray. Tasavvur qil, miyang ichida pul bor. Bu pulning asl nomi dopamin degan modda. Biz uni pulga o'xshatamiz. Bu shunchaki o'xshatma, tushunishing oson bo'lsin deb. Mana shunday ishlaydi. Qorning ochsa, tanang mukofot markaziga bir oz pul yuboradi. O'sha pul kelgani uchun sen o'rningdan turasan-da, ovqat yeysan. Ertalab ishga borishing kerak bo'lsa ham, miya mukofot markaziga taqqoslash uchun aytamiz 1000 so'm yuboradi. Shu pul kelgani uchun harakat qilasan. Bilmaysan. O'rningdan turishga ham xohish bo'lmaydi. Demak, bu pul sening harakatlantiruvchi kuching. U kelsa, harakat qilasan. Kelmasa, o'tirib qolasan. To'xta, sigaretning bularning bariga qanday aloqasi bor? Unda na ovqat, na ish bor-ku. Mana, eng qizig'i shu yerda. Sigaretning ichida nikotin degan modda bor. U miyaga kirib, to'g'ri, o'sha mukofot markaziga boradi va katta pul yuboradi. Qara. Suv ichib chanqog'ing bossang, mukofot markaziga taqqoslash uchun 1000 so'm tushadi. Sigaret cheksang esa 10000 so'm tushadi. 10 barobar, ha? 10 barobar. Endi diqqat qil. O'sha kelgan pul 2 ga bo'linadi. Ikkita xonaga oqadi. Birinchisi his qiladigan rohat xonasi. Ikkinchisi yodda tutadigan o'rganish xonasi. Avval rohat xonasiga kiramiz. Rohat xonasiga qancha ko'p pul tushsa, o'zingni shuncha yaxshi his qilasan. Masalan, sovuq suv ichsang, ozgina pul tushadi. Ozgina yaxshi bo'lasan. Lekin sigaretdan juda ko'p pul tushsa, o'zingni juda bemalol, juda yengil his qilasan. Kayfiyating ko'tariladi. Butun holating yaxshilanadi. O'zingni baxtli his qilasan. Demak, birinchi chekkanimda shunga zo'r bo'lgan ekanda. Xuddi shunday. Lekin endi muammo boshlanadi. Rohat xonasida ishchilar bor. Pulni ular tarqatadi. Xonada bitta nazoratchi ham o'tiradi. U qaraydiki, ishchilarga juda ko'p pul kelyapti. Ular haddan tashqari maishatga berilib, yaxshi ishlamay qolyapti. Shunda nazoratchi bir chora ko'radi. Har chekkaningda 2-3 ta ishchini ushlab, xonadan olib chiqib ketadi. Qamab qo'yadi. Ishchi kamaysa, keyingi safar shuncha ko'p pul birdaniga tarqatilmaydi. Shuning uchun 2-chi, 3-chi chekishingda o'sha birinchi kunga to'la rohatni ola olmaysan. Shuning uchun endi o'shanaqa lazzat yo'q. Har safar ishchi kamayaveradi, rohat kamayaveradi. Bir kun keladiki, xonada deyarli ishchi qolmaydi. Endi sen chekasan u hech qanday rohat olmaysan. Shunchaki o'zingni normal, oddiy his qilish uchun chekasan. Chekmasang esa o'zingni yomon his qilasan. Va yomoni shu, ishchilar kamaygani faqat sigaretga emas, boshqa hamma narsaga ham ta'sir qiladi. Avval suv ichishdan, ishlashdan, do'stlar bilan uchrashishdan zavq olarding. Endi bu narsalar senga deyarli hech qanday his bermaydi. Hammasi xiralashib qoladi. Rohat ham qolmagan bo'lsa, unda men nega chekaman? Esingdami, pulning yarmi o'rganish xonasiga oqib borgan edi. Endi o'sha xonaga kiramiz. Butun sir shu yerda. Xonadagi ishlarning ishi sen nimadan katta pul olganingni yodlab qolish. Avval bu ishchilar taqqoslash uchun oyiga 100 ming so'm maosh olardi. Lekin sigaret ularga yashirincha taqqoslash uchun oyiga 10 million so'm maosh to'lay boshladi. 10 million? Shuncha pulni nima uchun olishyapti? Shuncha pul olgani uchun bu ishchilar sigaretni juda yaxshi o'rganib oladi. Uni qayerdan olishni, qanday chekishni, hammasini yod oladi va eng ayyorligini qiladi. Sigaretni atrofingdagi narsalarga bog'lab qo'yadi. Kofega, ovqatga, kayfiyatingga, hatto g'am tashvishli, tushkun damlaringga ham. Hech qanday rohat olmaysan u, lekin bu xona juda samarali ishlaydi. U seni ko'proq chekishga majbur qiladi. Buni shunday tasavvur qil. Qorning ochganda ovqat yeging kelgani kabi.
Endi kofe ko'rsang ham, ovqatdan keyin ham chekking keladi. Demak, kofe ichsam chekkim kelishi bejiz emas ekanda? Aynan. Lekin diqqat qil. Kofe, ovqat, kayfiyat bular senga rohat bermaydi. Ular shunchaki signal beradi. Chekish vaqti keldi. Xuddi eshik qo'ng'irog'i kabi. Qo'ng'iroq o'zi mehmon emas, lekin u jiringlasa, sen eshikka borasan. Xo'sh. Unda meni to'xtatadigan hech kim yo'qmi ichkarida? Peshonang ortida bitta katta boshliq bor. Biz uni direktor deymiz. U hamma narsani nazorat qiladi, oqibatni o'ylaydi. Direktor chekma desa, sen haqiqatdan ham to'xtata olasan, lekin bu vaqtinchalik. Chunki har safar o'rganish xonasidagi ishchilar chiqib, tanangdagi qattiqqo'l ishchilar bilan kelishuv qiladi. Chekding degan o'sha talabni, o'sha tirnoqni qo'yib yuborishni so'rashadi. Bosim ortadi va oxiri direktor bunga chiday olmay yon beradi. Va har safar direktor yutqizadi. Chunki o'rganish xonasi tobora ko'proq pul oladi. O'sha pulga boshqa ishchilarni ham sotib oladi, o'z tomoniga og'diradi. Kuchi shu qadar ortadiki, oxir-oqibat direktor ularni boshqara olmay qoladi. Demak, boshda men ozodman deganim ham men emas. O'sha sotib olingan shaharning ovozi ekanda. Sening kuchsizliging emas, bu mexanizm. Nikotin mukofot markaziga soxta pul tashladi. Nazoratchi ishlarni qamadi. O'rganish xonasi sigaretni kofe va kayfiyatingga bog'lab qo'ydi. Direktor esa pulga sotib olindi. Mexanizmni tushunsang, uni orqaga qaytarsa ham bo'ladi. Simda esa eng qizig'ini ko'rsataman. Qamalgan ishchilarni qanday qaytarish, o'sha simlarni qanday uzish, direktorga kuchini qanday qaytarish mumkin. Ya'ni buni qanday tashlash mumkinligini bir-bir ko'rsataman. Bu kuch emas, usul masalasi.